O'rtoqlar mana Olot tuman xalq banki. Mana bu bankomat, bankomatlari. Xalq bankining bankomatlari pul yechadi. To'xtab turing, bitta video oling. Bunda pul yo'qmi? Yo'q. Birortasi yo'q-a? Yo'q. Bitta shu narkida bormi? U ham mayda pul chiqarib o'tiribman. Mana 4 ta bankomat. 1, 2, 3, 4 ta bankomatdan 3 tasida pul yo'q. Bittasida pul bor. Odamlar issiqda, o'chirtda o'tiribdi. Bu yerni ko'ramiz hozir bu bankomati. Mana bu real holati bu. Nechta bankomatda pul bor bu yerda? Bilmaysizlarmi? Ishlagan yo'q? Bittasi ham ishlamayaptimi deyman? Shuni sotib o'tirganda. Sotib o'tiram. Bitta tiqib ko'raylik. Yo'q, Ichida karta bu. karta ishlamayapmi? Bular tiqib ko'rdilaringizmi? Pul yo'q-a? Bunda ham. O'chirt mana berayim, o'chirt. Lekin bankomatlarda pul yo'q. Rahmat. Mana o'rtoqlar, bu holat Olot tumanidagi banklardagi doimiy holat. Mana hozir ishimiz qistoq, lekin bankomatlar o'chirat. Ana prokuraturaning yonidagi bankomatlar ham odam ziq. O'chirt ekani. Bu yerga keldik. Bu yerda ham nima pul yo'q. O'chirt. Bankomatlar ishlamaydi. Hozir u yerdagi bankomatga boramiz. Mana bozor oldida ham bankomat bor. Hozir unga ham boramiz. Xo'sh. O'rtoqlar, hozir men bankomat oldiga boramiz. Mana bu navbatdagi bankomat mana. Bankomat mana. Assalomu alaykum. Nechta bankomatda pul bor? Hammasi bormi? Nimaga unda o'chirt ko'p berdi? Bu bankomat ishlagan yo'qmi? Ishlab turibdi. Ha, ishlagan yo'qmi? Bu ishlotan puli bor-a? Bu bankomat ishlab turibmi? Ha, ishlagan yo'q-a? Bu bankomat mana buzuq. Ikkita bankomat buzuq. Bunda pul bor-a, ishlab turana bu. Ha, mana. Demak, bu yerda bitta, ikkita, uchta, to'rtta bankomat bu tarafda. 4 ta bankomat, ikkitasi buzuq. Ishlamaydi. Ana holat. Navbatda turamiz. Bu ishlab turibdimi? Pul yo'q. Mana bunda pul yo'q. Bunda bormi pul? Navbat. Sizlar ham navbatdami? Mana holat. Endi bozor oldidagi, ichkaridagi bu yerdagi bankomat holatini tekshirish kerak. Hozir uyga boramiz. Nima uchun bankomatlar ishlamaydi, yaroqsiz? Nima uchun 50% dan ko'prog'ida pul yo'q degan savollar bor. Bu nomiga qo'yilgan bo'lsa, olib qo'yinglar, nomigagina qo'yilgan bo'lsa. Bankomatda pul bormikan? Bu bozor, Olot tuman bozorini oldidagi bankomat. Hozir kartani solib ko'ramiz. Mana bu yerda bankomatda pul bormi, yo'q degan savol bor. Xo'sh, shu bankada pul, shu kartada pulimiz bor. Hozir soldik. Xo'sh. Chiqish, sразу chiqish tugmasini bosing deb yozyapti mana. Ko'ryaptimi bu? Chiqish tugmasini bosing. Nima bu ko'rinmay turadi bu mana? Chiqish uchun dedi. Chiqish uchun klaviatura channel tugmasini bosing deyapti. Bu degani bu ishlamaydi degani bu. Bosdik. Mana bu bankomat ham burak. Channel tugmasini mana bosdik. Chiqarib bersin endi nimamizni. Xudoyim saqlab qolmasin, mana qaytarib berdi. Bera boramiz. Bu bankomatlarni tekshiramiz. Pul bormi bankomatlarda? Bu-chi bu? Bu bankomat mana. Hozir kartani tiqamiz. Xo'sh.
issiqda mana pul olish uchun qancha voray sarson bo'lib nima qilib yuribmiz. Xo'sh, o'zbekchani bosamiz. Xo'sh, pin kod kiriting dedi. Pin kodimizni kiritdik. Xo'sh, davom etishni bosamiz. Davom etish. Pin kod kiritdik-ku. Nima uchun bu ishlamayapti? İşlemayapti mana. Pin kod kiritildi o'rtoqlar. Lekin ishlamayapti mana. Ko'rinmaydi bu. Mana. Pin kodni kiriting 4 ta. X belgisi to'xtagan. Mana davom etishni bosam bilan sizga ko'proq vaqt kerakmi? Nimaga bu bunday dedi? Xo'p, kutamiz, ha. Iltimos pin kodni kiriting dedi yana. Kiritamiz. Kiritdik mana pin kodimizni. Issiq ekan beri. Davom etish. Xullas, menimcha ishlagani yo'q. Mana bosyapmiz. Operatsiyalar amalga oshmayapti mana. Davom etish, qayta bosamiz. Kartamiz bering, hech bo'lmasa. Kartamiz qaytarib bering. Yaxshimi tasavvur? İşaret ver. Pul yo'q. İshlamadi, pul yo'q. Bulardachi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xo'sh. Mana bir şey yok. Bu mana nechta bor bu yerda? 4 ta. Hammasida puli bormi, akalar? Bilmaysizlar? Xo'sh. O'zbek tilini bosamiz. Pin kodni kiriting dedi. Kiritdik pin kodni. Pin kodni kiritdik. Qani nima ishlamadi bu? Pin kod kiritildi mana. Lekin ishlagan yo'q mana. Qancha olmaydi? 500. İşlagani yo'q mana. Soat necha kim biladi soatni? Soatni bitta aytib qo'yarim. 10:52. 10:57 11 bo'lib turgan soat. Hali bankomatlardan pul yechib bilganimiz yo'q. Havo qizib turibdi. Mana ishlamadi. Ishlamadi. Chanel tugmasini atmeni bosamizda kartani qaytarib olamiz. Qani shu nargilarni tekshirib ko'ring. Mana puli bor shunda. Unda bormi? Va nihoyat 20 ta bankomat almashdik. 20 ta bankomat. Qani bittasida pul bo'lsa, zora pul yechib olsak. Nima deydi bu ham? Qani o'zbekcha bosamiz. Pin kod kiriting dedi. Pin kod kiritdik. Qani davom etish tugmasini bosdik. Ishlash ham juda qiyinmi bular, nima balo? Pin kod kiritildi, lekin operatsiya davom qilgani yo'q hali. Davom eting, davom etishni bosamiz qayta. Davom eting. Pin kod kiritildi, davom eting. Iltimos, pin kodni kiriting deyapti. Mana pin kod kiritdik-ku. 1080. Nimagadir ishlamay turibdi. Davom etish. Mana bankomatlar talabga javob bermaydi. Atmen bosaman. Ishlamay turibdi. Atmen bosaman. Bunisi yatqamiz. Mana nechta bu bankomat? Bu 20 tadan oshiq bankomat. Birortasi talabga javob bergan yo'q. O'zbekcha. Mana pul yechib olganimiz yo'q. Soat 11 dan oshdi. 1081. Qani davom eting. Mana pin kod terildi, lekin
Bankomat nimagadir ishlamay turadi. Iye. Nimaga ishlamaydi bular? Atmay qilib boshqa karta tiqib ko'ramiz. Yo, nabarot shundan olib ko'rayotgan bo'ldingizmi? Ha. Bo'ldingizmi? Hı. Azbuka. Ana kartani tiqdik. O'zbekchani bosamiz. Pin kod kiritamiz. Qani? Davom etishni bosamiz. Davom etish. Nimaga bu ishlamayapti? Davom etish. Sizga ko'proq vaqt kerakmi? Yo'q. Nimagadir ko'proq vaqt so'rayapman. Qo'limizda kartani almashtirib boshqa karta tiqamiz. Pullarni yechish masalasi qiyin. Xo'sh, iltimos o'zbekchani tanlaymiz. Pin kodni kiriting dedi. 81. Naqd pul yechish. Va nihoyat bittasidan naqd pul yechilyapti. 300 ming so'm tanlaymiz. Yo'q bosamiz. $300 pul olish uchun mana nechta bankomatlar bilan nima qildik. Mana o'rtoqlar. Bankomatlar nechtasidir talaba javob bermaydi, ishlamaydi nechtasidir. Mana shunday holat. Nechtasida pul yo'q, ko'rdilaringiz. Ma'lum bir qismida, sanoqli bir qismida pul bor va unda odamlar o'chirt navbatda.